Qo'ygan mashinalarim xalqim uchun yana arzon qilib qo'yib yuboraman. Li 9 kraskasi top toza idealni 37 ming probegi 23 maxi 49 mingga bo'lsa baraka qo'yamiz. Idealni holat. Cherry 9 kraskasi top idealni yangi mashinani 34.900 bo'lsa baraka qilamiz. Masalan, avtosalonni ham yo'q hali bunda, avtosalonni. Hyundai bunisi elektromobili Koreyadan olib keltirilgan 22.800 bo'lsa 22 yili baraka qilamiz. Tesla bunaqasi yo'q, men Toshkentda 4000 kilometr yurgan yangi mashina bu ham 30.500 bo'lsa buni baraka qilamiz. Honji bitta orqa eshigida kraskasi bor 24 yili. Buning narxi 15.300 bo'lsa baraka qilamiz. Dongfeng 2023 bu ham idealni top toza kraskasi bu 23.500 bo'lsa buni beraman. Equinox 2020-yil bu ham idealni holatda probegi kam 19.400 bo'lsa buni baraka qilamiz. Shinanay 23 yili 15.600 bo'lsa beramiz. Buni ham kraskasi top toza, hamma mashinalarim kraskalari toza idealni mashinalar. Netta 22-yil bu ham kraskasi top toza, holatlari idealni 15.300 bo'lsa buni baraka qilamiz. BYD Son Plus AVD eng fulli orqa balonni ham tortadigani eng fulli kraskasi top toza idealni balonlarigacha yangi qo'yilgan 2.5 ming bo'lsa buni baraka qilamiz. Bosamiz.